Mana har kuni shu ahvol. Yil 12 oy bular usta chaqirib remont qiladi. Kecha kunduz uyqu yo'q, na ertalab, na kechqurun. Ha, qo'shni, yana nima vaqt chaqir? Yana nima gap? Usta chaqirib uyni remont qila olmaymanmi? Sizga o'xshab eski uyga o'tiraveray. Siz meni butun mahallani oldida sharmanda qildingiz. Hali men eski uyda yashayman. Ana endi ustingizda arz qilaman, sudga beraman sizni. Men mahallani vijdoniman, qadrdonlar. Meni yaxshiligimni hech kim bilmayapti, ko'rlar. Mana shu mahallada bog'cha quriladi deganida men janjal to'polon qildim. Shovqin bo'lib ketadi. Nima keragi bor dedim. Kafe bar quraman dedi. Uni ham kerak emas dedim. Qo'ymadim. Yoqqa yugurdim, bu yoqqa yugurdim, yozdim, chizdim. Xullas qalam kafe barda ham qurdirmaydigan bo'ldim. Agar kimda shikoyat bo'lsa, qadrdonlar, mahalla vijdoni degan profilga kiringlar, obuna bo'linglar. Qo'shni! Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sezmayapsizlar, mana qo'shnilarning xonadonidan qandaydir hidlar chiqadi. Menimcha yashirincha oshxonami, qanaqadir six ochib olyapti. Shuni mana mahalla rais aytdi, 10 ta odamdan qo'l qo'ydirib kelsangiz, mana shu mahalladan ko'chirib yuboramiz bular, yo'q qilib deyapti. Shundagina qo'l qo'yib bersangiz bo'ldi. Men qo'l qo'ymayman, boshimni og'ritma, qo'shnilar menga xalaqit bermayapti. Bashiramga darvozasini yopdimi? O'ktam aka, bu yoqqa keling. Bilasizmi, bir sekretni ish qilyapti bular. Ha, ana shular ustidan yozib bir narsa qilib tinchitishimiz kerak. Siz o'zi nimaga hammaning ishiga aralashib yurasiz? Hali bu ham ishlarni qilasiz, hali u ham ishlarni qilasiz. Undan ko'ra qizingiz yaqinda qaytib keldi, ikkita bolasi bilan. O'g'lingizni har kun ko'raman, yarim kechasi keladi, bar degan joylardan. Shantajga qilyapsiz menga siz, tushundingizmi? Men sizni sudga chaqiraman, ustingizdan arz qilaman, tushundingizmi? Shu mahallaga mendan boshqani bir vijdoni achimaydi. Maqsudjon aka, men o'z xohishim bilan kelganim yo'q. Mana shu qo'ni-qo'shlaringiz, "Voy Xuvoydaxon turing, voy Xuvoydaxon qiling shu ishlarni, ustidan arz qiling" dedi. Mana shu ishlaringga qo'yinglar, yo bo'lmasa mahalladan ko'chib ketinglar. Mana shunaqa Robiya kek pishiriqlarni pishiryapmiz. Tirikchilik qilyapmiz, opa, bola chaqamizni boqyapmiz. Biron xil hid chiqmayapti. Robiya kek pishiriqlari demaysizmi? Buxoroda ma'lum mashhur bo'lgan Robiya kek pishirig'i shumi? Pishiravering, bo'ldi. Shu hovlimizda juda o't ko'p. Chunki ikkitagina qo'ycha olib bersangiz shu o'tlarni yesa, behudaga qurib qaqshab ketyapti-da. Onasi bilan qo'sh. Endi oldiga bitta qo'riqlash uchun go'kcha ham kerak-da. Bitta sigircha ham olib bering. Undan ko'ra bu mahalladan ko'chib kelganimiz ma'qul. Hay ukajon, Robiya kek pishiriqlari uchun butun firma qurib bermaysizmi? Buncha passiz.